kanalimiz obunachilari hamda YouTube tomoshabinlari. Mana biz Soykecher qishlog'idamiz, yangi ochilgan do'konda. Bu yerda siz maishiy texnikalar, elektr asboblari, skuterlar hamda dehqon xo'jaligi uchun kerak bo'ladigan mota kultivatorlarni naqd pulga va bo'lib to'lashga hamda kreditga xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda skuterlarning xohlagan turidan bor. Undan tashqari chevarlarimiz uchun tikish mashinalari hamda telefonlar, telefon aksessuarlari, gaz plitalar, kir yuvish mashinalari, xullas bitoviy texnika va xo'jalik uchun kerak bo'ladigan hamma narsalar mavjud. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomeri qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Kelsangizlar, vaqtingizni olmasdan 5-10 minut ichida xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Kreditga bitta pasport olib kelasizlar. Bitta pasport evaziga xohlagan narsalaringizni xarid qilishingiz mumkin. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Navoiy viloyati Nurota tumani, Soykecher qishlog'ida. Eng arzonlari faqat shu do'konda bo'ladi. Bundan arzonini topadigan bo'lsangiz, aytaverasizlar. Bundan arzoni yo'q. Bu joyda eng arzoni mana shu do'konda. Manzilimiz Nurotadan Jo'shga o'tishda Soykecher qishlog'iga kelasiz. Maktab yonida chorraha bor. Chorrahadan chap qo'lga Sovuqbuloqqa ketishda birinchi ostanovkani ro'parasida. Bozorchani yonida.